Salom hammaga do'stlar. Bugun biz sizlar bilan shunaqa video olamiz, squish qilamiz degan. Squish degan narsani hamma bilsa kerak. Shunaqa video olamiz. Tayyor bo'lsanglar qani o'zim ketdik. Mana o'sha squishim bor mana. Shunaqa chiroyli estetikni. Buni men o'zi boya qildim, lekin videoga olganim yo'q. Mana shunaqa squishik. Sizlarga squish qilishni ham tutorial qilib ko'rsatib beraman. Mana shunaqa deb. Mana shu estetik bantiklari bor. Mana shunaqa katta gulcha chiroyli. Mana shunaqa. Mana. Men уже squishni anusini tayyorlab qo'yib bo'ldim. No, anusini deb, как сказать, образецini hozirlar bilan qanday qilishni o'rgataman sizlarga. Chik. Mana shunaqa. Oddiy qog'ozni olamiz deb, menda mana qog'oz edi. Rest o'rtasidan bo'lganman. Bunaqa buklaymiz mana. O'rtasiga yoki orqasiga любой suratlar chizishingiz mumkin. Men просто такой suratcha chizib qo'ydim. Mana shunaqa. No, sizlar o'zingizlar, конечно, xohlagan suratlarni chizib qo'yishingiz mumkin. Skotch olamiz, manba tomonlarini, mana shu tomonlarini skotchlab olamiz. Tepasi qoladi. Mana do'stlar, mana shunaqa qildik. Endi mana shunaqa chiqdi-da, короче. Endi uylarda yoki paket yoki qanaqadir, sintifon bo'lsa, ichiga solamiz. Любой narsa solishingiz mumkin. Masalan, oddiy mana shunaqa qog'ozchani ham buklab ichiga solishingiz mumkin. Men paketcha solaman. Hammaning uyida paket bor menimcha. Paketchik. Sizlarga maslahatim, paketni qaychi bilan qirqib keyin solinglar, chunki katta bo'lib ishib ketadi. Squishinglar agar ishini xohlasanglar, shunchaki paketni o'zini sovaringlar. Mana endi ichiga solib, tepasini skotchlab yopamiz. Mana do'stlar, mana shunaqa chiqdi. Ichida paketcha bor. Agar xohlasanglar, короче, hozir sizlarga ko'rsataman deb, bunaqa chiqishini, stiklянный, такой красивый chiqishini xohlasanglar, mana shu tomonlarni hamma joyini skotchlab tashlaylar. Sizlarda shunaqa stiklянный chiqadi, mana shunaqa. Agar xohlasanglar shunaqa qoldirib, mana shunaqa o'ynashingiz mumkin. Agar buni qoldirsanglar buklanadi. Buni qoldirsanglar esa buklanmaydi do'stlar. Maza qilib o'ynayverasizlar. Конечно, men skotchlayman, chunki ketdik. Do'stlar, mana tayyor bo'ldi. Qaranglar, qanaqa chiqdi. Mana shunaqa stiklянный chiroyli chiqdi. Boshida qanaqa edi va hozir qanaqa chiqdi. Mana endi ikkita squishim bor. Mana. Lekin bu squishim menga ko'proq yoqadi, chunki oldi bilan orqasi ham chiroyli qilingan. Mana. Agar bu videoda где-то, как сказать, 50 tadan ko'p просмотр olsa, masalan, hamma mana shunaqa kuromi narsalarni ko'rsatib chiqaman. Menda juda ham ko'p kuromi narsalar. Xohlasanglar ko'rsataman. Рабочий stolimni hali obzor qilganim yo'q, chunki bilmadim, vaqtim bo'lmayapti. Vloglar ham olishga harakat qilaman sizlarga. Bu mana shunaqa video edi. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like, подписка va колокольчик bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga xayr do'stlar.